Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 15 fevral navbatdagi sotuvimiz Aqaltin ofididan kelgan Muxtor ukamizga mana shu Zubr 11.25 mini traktorimizdan yana bir danasini satdik. Bu traktorimizni obzorini oldingi videolarda qo'yganmiz. Bu 4x4 el tartaton qiyilisidan ham bor edi. Mana shuning elde tartmiton qiyilisi. Buning komplektida frezasi bor. Chesumga kelishingizda shuni bahasini 54 milyon so'm var. 54 mi? 55 milyon so'm komplektida frezasi ham bor edi. Shu narsani 54 ga kelishdik. Dastavkadan qilib beraman dedimi? Nasıl kılıp beraman dedi. Yetirib beramiz Aqaltin ofina. Kövündekidek bo'lma, haydab ko'rdingizlar, traktorga tushunadi ekan. Normalde ya zor ekan bu. Yengil. Bo'ladi. Mana mama ham traktorga texnikaga ko'p traktor chekan. Oyim Komalova deganning davridan beri traktor haydaganmiz deydi, shuning davrindami? O'ndan bo'lsin. Rahmat. Xayrni ko'ringlar. Keyin Amin, toza rahmat. mashinalarga, yaxshi kunlarga buyurib ketaversin. Rahmat. Foydali, barakali bo'lsin. Boshqalarga tavsiya etsangiz bo'laman do'konimizda. Oladı ya. Şimdi ne kelin? Ko'ring, alinglar traktor. Rahmat. Aziz obunachilar, mototsikllar bo'lsa, elektronli, benzinli, motokultivatorlar bo'lsa, hammasidan bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Unda jo'ra ishlaringizga rivoj. Rahmat. Xayrni Sog' ko'ringlar. Foydali, barakali bo'lsin. Mana tanishtirib o'tiraman mijozlar uchun. 11.25 degan motor, pompali, radiatorli bo'ladi. Dinam qo'shimcha dinam qo'yilgan. Avvalgi mana motorlarning o'zidan chiqqan dinami to'q berib yetish olmaydi. Beqlarni ko'rsatsam, respiratorli bor, 3 richakli. Vulkan traktorlardagiga o'xshagan 3 richagi bor. Oldini orqasi ishlasa, oldini lopatkaga ne qo'yib bo'lmaydi, avval bir richak olib keladi. Shu'rlari original, universal bo'lib keldi. Ana shu traktorimiz mana. Bir porshilli bo'ladi. 28 at kuchi deb aytiladi buni. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozircha zakaz bilan oldirib turibmiz.